Mardlarni maydonda sinaydigan o'zbek milliy kurashi butun dunyoda o'zining nufuziga ega. Chunki xalqaro toifadagi musobaqalarda ham chala, yonbosh va halol kabi o'zbek so'zlari ishlatiladi va bu har bir o'zbek kurashchisiga cheksiz g'urur tuyg'usini baxsh etadi. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan polvonlar yurti bo'lgan Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida mehnat faxriysi To'xtabobo Qodirov xotirasiga bag'ishlangan dzyudo bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Mehnat faxriysi To'xtabobo Qodirov xotirasiga bag'ishlangan dzyudo bo'yicha musobaqada nafaqat vohalik polvonlar, balki qo'shni viloyatlardan kelgan polvonlar ham ori uchun gilamga tushdi. To'rtta vazn toifasida o'tkazilgan kurash musobaqasida 200 nafarga yaqin sportchilar ishtirok etdi. Ahamiyatlisi shundaki, ulardan 116 nafari vohalik polvonlar. Gilamga tushgan har ikkala sportchi ham kuchli, biroq ulardan birining soniyalar ichida hushyorlikni yo'qotishi, ikkinchi tomonga qo'l kelishi aniq. Musobaqamizni bugun 4 ta vazn toifasida o'tkazmoqda bizlar. 66, 73, 81 va 81 dan yuqori vazn toifalarida musobaqamiz davom etmoqda. Bu musobaqamizda O'zbekistonimizdan eng kuchli sportchilarimiz, dzyudochilarimiz qatnashmoqda. Xususan Olimpiya o'yinlari qatnashchilari, Jahon chempionati qatnashchilari, sovrindorlari, O'zbekiston bugungi kundagi terma jamoasining a'zolari ham ishtirok etmoqda bugungi musobaqamizda. Surxondaryo viloyat hokimligi, viloyat sport boshqarmasi, viloyat kurash federatsiyasi hamda vohalik tadbirkor Bahodir Qodirov homiyligida tashkil etilgan musobaqa yakunida har bir vazn toifasida g'oliblar aniqlanib, 3-o'rin 7,5 million so'm, 2-o'rin 15 million so'm, 1-o'rin esa 20 million so'm pul mukofotlarga ega bo'lishdi. Musobaqaning bosh sovrini Damas avtomashinasi sherobodlik Muhammad Karim Xurramovga nasib etdi. Muhammad Karim Xurramov Surxondaryo viloyatida Damas avtomobili kalit ham qo'shimchasiga topshiriladi. Bu yutuqlarimda o'zini hissasini qo'shgan insonlar bor. Hammasiga rahmat aytaman. Hammasini bitta aytib o'tirishim shart emas. Menga juda ko'pchilik yordam bergan. Rahmat hammasiga, meni qo'llab-quvvatlab turgan, shu arenada muxlislik qilgan hammaga kattakon rahmat. Bu musobaqani tashkillashtirgan Bahodir akaga juda katta minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yoshlar uchun juda katta bir motivatsiya bo'ldi. Bizlar izimizdan chiqib kelayotgan, havas qilgan sportchilar bugun juda ko'p bo'ldi. Inshaalloh Xudo xolasa o'shalarning orasida shuni ko'rib bizlarga havas qilib Olimpiada, Jahon chempionlari bo'ladigan bolalar bor. Bunday xotira turnirlari va musobaqalarning muntazam tashkil etilishi yosh sportchilarni aniqlash hamda ularning mahoratlarini namoyish qilish, shuningdek ularni rag'batlantirishdan iboratdir.